Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Kecha 8 aprel kuni shu nabiramni jabrlangan to'g'risida ijtimoiy tarmoqlarga bir video lavha tayyorladim. Hozir mana ertalab o'sha Mirishkor tuman Sog'liqni saqlash boshqarmasidan vakillar keldi. Endi kelib kimliklarini ham tanishtirmadi, ism familiyasini ham aytgani yo'q. Hozir bir ijtimoiy tarmoqlarda bularni yozgan savodsizlarcha yozgan javob xatini oldim. Hozir sizlarga shuni o'qib, bularni asl basharasini ochib bergan o'zlari bilmagan holatda sizlarga hozir bularni so'zlarini birma-bir isbotlab beraman. Mana Sarlavha, Mirishkor tuman Chandir qishloq vrachlik punktida tug'ilgan chaqaloqning ko'rayotgan azobi sarlavhasi ostida e'lon qilingan video murojaat tuman hokimi nazoratiga olindi deyilyapti. Ana endi bularni yozgan xulosasi. Mazkur holat yuzasidan tuman tibbiyot birlashmasi mutaxassislari tomonidan zudlik bilan xizmat tekshiruvi o'tkazildi. Ma'lum bo'lishicha 2025-yil 29-mart kuni soat 05:10da Chandir mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi fuqaro Qr 1997-yilda tug'ilgan tug'ruq og'rig'i bilan Chandir uchastka shifoxonasi tug'ruq bo'limiga olib kelingan. 25 daqiqadan so'ng sog'lom 3,7 kilogramm vaznli 52 santimetr bo'yli qiz chaqaloq dunyoga kelgan. Tug'ruq jarayoni asoratsiz o'tgan va ona bolaning holati qoniqarli deb baholanib, belgilangan tartibda uyiga javob berilgan deyilyapti. Oradan bir necha kun o'tib, mana shu jumlalarga e'tibor qiling. Oradan bir necha kun o'tib, 7-8 aprel kunlari chaqaloqda bezovtalik kuzatilgan. Shundan so'ng u viloyat shoshilinch tibbiy yordam shifoxonasiga olib borilib, umrov suyagida yorilish aniqlangan. Shuningdek, suyakda bitishmalar paydo bo'la boshlagani qayd etilgan deyilyapti. Mana bu jumlaga ham e'tibor qilib turing. Rentgen tahlillariga ko'ra ushbu jarohat tug'ruq vaqtida emas, keyinchalik sodir bo'lgani aytilgan deyilyapti. Mana bunga ham e'tibor qilib turing, hozir buni ham isbotlab beraman. Mazkur holat yuzasidan Chandir uchastka shifoxonasi xodimlari tibbiyot birlashmasi boshlig'i travmatolog, akusher-ginekolog ishtirokida muhokama o'tkazildi deyapti. Chaqaloqning salomatligi doimiy nazoratda olinib, UASH shifokori va patronaj hamshirasi zimmasiga muntazam kuzatuv yuklatildi. Tibbiyot sohasi mas'ul rahbarlari bunday murojaatlarning e'tiborsiz qolmasligini, har bir holat adolatli va shaffof tarzda ko'rib chiqilishini ta'kidlashmoqda. Ana yashanglar. Ana rahmat. Mana endi mana bu jumlani ko'ramiz. Mana bu. Oradan bir necha kun o'tib deyapti. Ammo shu chaqaloq, mana shu chaqaloq tug'ilgan payti o'sha qizim bilan bir palatada yotgan ayol qizimga aytgan, shu bolangning ahvoli og'ir, ranglari ko'karyapti, tinmay yig'laydi degan. Qizim bu masalada boyagi shifokor medsestralarga murojaat qilgan, ular kelib holidan xabar olmay yurgan. 3 kundan keyin uyga javob beryapti. Men olib kelyapman uyga. Uyga kelguncha ham yig'lab, bezovta bo'lib kelyapti-da. Bu endi yana qarang. Bu aytayaptiki, 7-aprel, 8-aprel kunlari chaqaloqda bezovtalik kuzatilgan deyapti. Bular folbin bo'lib ketgan. Bular folbin.
falbullikni ham o'rniga qo'yib bilmabdi. Ana endi bu yoqda aytyaptiki, mana rentgen tahlillarga ko'ra ushbu jarohat tug'ruq vaqtida emas, keyinchalik sodir bo'lgani aytilgan deyapti-da. Mana endi mana rentgen xulosasi. Xulosa: chap umrov suyagi o'rta diafazidan bitayotgan sinish belgisi aniqlandi. Mana tibbiyot xodimini podpis unisi. Mana endi bu yerga bitishi aniqlanyapti deyapti. Bularni aytishi bo'yicha 7-chisla bolani qo'li singan, 8-chisla o'sgan qo'lini suyagi. Mana daji mana shu yozgan xatida bugun uyga kimlar keldi, ismi familiyasi bir unisi ko'rsatilmagan. Bular nima qilganmish? Muhokama qilib shu qarorga kelganmish. Bular folbin bo'lib ketgan. Bular inson endi bir aytmasangiz vijdoningiz ham qiynaladi. Bular Allohning g'azabidan, do'zax azobidan, Gipokrat qasamidan ham qo'rqmaydigan holatga kelib qolgan Murishkor tuman tibbiyot markazi. Mana bu xatni yozguncha mana bu bo'lmagan narsa. Mana UASH shifokori va patronaj hamshirasi zimmasiga muntazam kuzatuv yuklatildi. Mana soat bugun 9-aprel 22:19. Na bu yerda UASH shifokorni o'zi bo'lsa keladi-da, chandirda bu shifokorni. Patronaj mana kuzatuv olingan bu chaqaloq. Mana ertalabdan beri o'zimni qo'ynimga olib turibman. Biron bir karxol bo'lmasin deb, bezovta bo'lsa Qarshi shahriga olib ketaman deb. Buni yozguncha o'rtoq boyagi tibbiyot boshqarmasining rahbari, siz buni yozgunizcha, siz bugungi bo'lgan voqealarni yozsangiz, vijdoningiz qiynalmaydimi shu yolg'onni yozishga, xalqni aldashga? Bu xalq degani davlat bo'lsa, davlat prezidenti, yurtboshimiz bo'lsa, siz kimlarni aldayapsiz bu narsa bilan? Siz buni yozgunizcha Chandir qishlog'idagi bolnitsani xususiylashib ketganini yozing. Sizni olib borib Arabova qabristoniga olib bordim. Bir kallangizni tarki ochilar, bir vijdoningiz qiynalar mana shu bolani ko'rib deb. O'sha yerga darvozadan kirgan yeringizdagi chaqaloqlarni qator ketgan qabrlarni ko'rdingiz. Ichida bironta katta odamning qabri yo'q. Siz ana bu narsalarni ko'rib bir shu chaqaloqqa rahmingiz kelar, bir qo'lingizdan kelgan yordamni qilarsiz deb men sizni qabristonga olib bordim. Sizlar Xudodan qo'rqmaysizlar sizlar. Bolnitsaga vrach bo'lmasa, bu yoqda hammasi tanish bilish, urg'aymoqchilik bo'lib ketgan bo'lsa, xalqni ko'rmaysizlarmi? Xalqni, Chandir xalqi, Qarshi bolnitsalarga boring, Jenov qishlog'iga boring, Murishkor tuman bolnitsasiga boring, xalqning qanday azobdorligini ko'rasiz. Hammasi tarqab ketgan shu shifo izlab. Shu o'zimizda vrach bo'lsa, hamma sohada shular ketadimi shu yerga xarajat qilib? Hali sizlar buni qilganlaringiz bilan sizlar mansab o'ylamang, bu mansab, boylik, hayot hammasi o'tkinchi narsa. Hammangiz ham borasiz Allohning oldiga. Allohdan qo'rqmaysizlarmi? Hali hammasini javobi bor. Bu hayotda kimki yaxshilik qilsa rohatini ko'radi. Yomonlik qilgan jabrini tortadi. Keyin Allohning oldiga boradi. Ungacha hisob kitobini hammang berasan. Sizlardan boshqa hali vijdoni yemagan, bir xalqnim degan, davlatim degan, prezidentimizning siyosatini, qarorlarini hurmat qiladigan rahbarlar topiladi. Hali bu o'tirib qoladi deb o'ylamang hali bu narsa bilan. Hali buni qilganlar hammang javobini berasan. Mana Xudoga shukr, xalqimizning ichidan bir vijdoni qiynalgan yaxshi insonlar chiqyapti. Kommentariy qoldiryapti. Aka, chaqaloq yaxshi bo'lsin, yaxshi bo'lib ketsin, Alloh shifo bersin deb. Sizlar buni chaqaloqni ertalab ko'rib, daji bironta vijdonim qiynalmadi, bironta. Mana bizlarga jabr, mana o'zim kuzatuvimga olganman. Menga sizlarni patronajlaringiz, vrachlaringiz kerak emas. Bezovta bo'lsa men olib boraman shuni qayerga bo'lsa ham. Buni yolg'on
tuhmat narsalarni yazgan uyalmadinglarmi buni? Bu bilan nima demoqchisizlar? Sizlar ak xalat kiyib yurgan vrachsizlar. Dog' tushirib yurgan vrachsizlar. Hali buni hammasini javobi bor hali. Hurmatli yurtdoshlar, sizlardan iltimos, meni imkoniyatim yo'q. Shu videoni, kechagi videoni shu prezidentimizga yetib boradigan kanallari bo'lgan bloger ukalar, akalar, shularni iltimos sizlardan shuni taylanglar. Xudo yo'lida, savob uchun. Agar biron to'lov bo'ladigan bo'lsa, telefon qilsanglar, to'lovni ham qilishga roziman. Telefon raqamim 97 952 95 52. Bemalol qo'lingizdan kelgan yordamni qilinglar. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Sog' bo'linglar. Yomonlik ko'rsatmasin, oilalaringiz tinch bo'lsin. Rahmat.